2000 dollar 111 ming dollarga chiqqan o'rtoqlar. Hisob kitob qilmoqchi bo'lsanglar, kalkulyatorlarni tayyorlab qo'yinglar. Razgon natijalar qani deysizlar. Mana sizlarga natijaning shedevri 2000 dollar 111 ming dollarga chiqqan o'rtoqlar. Mana bu yerda biz 2000 dollar pul пополнить qilyapmiz. Mana bu yerda gigantskiy natijalar, sell, mana pribylda, buy pribylda, o'rtada tabiiyki holat minuslar ham bor. Mana yana gigantskiy pribylga ketyapti o'rtoqlar. Hozircha riskka amal qilingan holatda bu 0.20 0.30 ochilyapti va o'rtada mana 7000 dollar yechilyapti. Mana balans minus turibdi. Mana 5925 va 1000 dollar yechilyapti bu yerda. Va mana yana pribyllar, katta pribylga ketyapti уже. Riskdan sal уже real razgon boshlanyapti. Qaranglar. Mana yana shuncha natija. Mana ketdi. 446, 457, mana bu yerda почти 10 ming dollar, 20 ming dollar natija va yana 6 ming dollar yechyapmiz o'rtada. Hisob kitob qilib turinglar. Oxirida MetaTrader o'zini ham hisob kitobini ko'rsatib va real shotligini ham isbotlab beramiz. Mana yana pribyllar ketdi. Mana shuncha pribyl o'rtoqlar mana ketdi va o'rtada 30 ming dollar yechyapmiz. Mana bu 17 kunlik natija, mana 30 ming dollar yechildi va yana ikkita katta gigantskiy pribyl qilganmiz. Mana 5 lotdan buy ochganmiz, 7515 va 7492 dollar foyda va yana 5000 dollar yechilyapti balansdan va yana mana shuncha gigantskiy natijalar o'rtoqlar. 4800, 4858, 3095, 3095, 3095 mana shuncha natija va sraz mana balansdan yechyapmiz 7000, 10000, 10000 va 1,5 ming dollar. Ketdi mana yana natijalar. Qaranglar, pribyllarning kattaligini 2248, 2248, 1409 va yana 10 ming dollar yechyapmiz. Mana yana shuncha natija, hammasi gigantskiy pribyllar 2000, 1,5 ming, 1500, yana 10 ming yechilyapti. Va mana oxirgi metani o'zini hisob kitob o'rtoqlar. 125 ming dollar общий hisobda yechganmiz. 125 ming dollar bundan oldin ham ishlangan. Pribyl 137 ming dollar. Eng kulminatsion nuqtasi mana balans 52 ming dollar va real shotligi Exnes'dan isbotlanib beryapti. Omad hammaga, sog' salomat bo'linglar.